sal teparoq qonni unda bormi? Shepim, mana bu siz o'ylayotgan joy, lekin bunga anu banner samakleykali borku, masalan salomat bo'ling deb turib yozib turib chiqarib yopishtirib qo'ysa, buni hozir mana salafani bor, himoya qoplami. Buni olinadi-da, tagiga o'sha bannerdan yopishtirib qo'yiladi. Svetlari yonib chiroyli turadi. Bu haqiqiy 0 gradus, o'sha siz o'ylayotgan 0 dan 35 gacha xohlagan gradusingizni. Mana bu yerda upravleniyasi bor. Mana svetni o'chirib yoqishi bor, keyin mana past baland qilish bor. O'zingiz xohlagan gradusga qo'yasiz. Mana men hozir 0 gradusga qo'yganman. Mana tepaga ko'tarsangiz ko'tarilaveradi 25 gacha. O'sha dori darmonga qanaqa temperatura kerak bo'lsa, bu aytganingizni qilib beradi. Ichida hid ushlamaydi, mana bu sirkulyatsiya, bu havo haydamaydi, ichkarida havoni tortadi. Tortib, mana yaqinroq keling. Mana namlashtirib bu yoqdan chiqarib yuboradigan sistemasi bor. Havo baribir namlanadi-yu, anaqa bo'lganda vlajnost ko'payib ketadi. Keyin buni yana ahamiyatli tomoni juda ham energiya tejamkor. Mana keling, orqasini ham ko'rsating. Shum maxsus anaqa bilan bor. Shum iloji boricha desibelimi bir balosi kam, uni saytidan ko'rib chiqqanman. Keyin 308 kilovat 24 soatga tinimsiz ishlab tursa, bu aqlli motor, inverter o'zi o'chib, o'zi yonib, xullas aqlli. Bunga anav qilish shart emas. 308 kilovat 670 litr sig'imi, bu 1 metrliginiki. 1,5 metrliginiki naryoqda, agar xo'p desangiz, dastavkasini qilib beramiz. Bu ham himoya qoplami, akfaga o'xshab. Buni yechsangiz tagidan qanaqadan kelib chiqar ekan. Ha, mana salafani bor ekan, tagida oq ekan. Joylashtirib bo'lgandan keyin stopkalari bor, g'ildiragi bor, bemalol yetalab, ayol kishi qiz bolalar ham bemalol yetalab yursa bo'ladi. Xullas, zavodskoy garantiyasi zavod o'zi 5 yil beradi. 5 yil nimaga beradi? Mana bu ichidagi izolyatsiyasiga, shumkasiga beradi. Chirib, hidi chiqib, zaharli modda chiqarmasligiga o'shanga sertifikati bor jahon standarti bo'yicha. Bu anaqasida ham turibdi, saytida ham. Xullas, shu narsa agar ma'qul bo'lsa, dastavkasini qilib beramiz.